Так, сейчас будем анализировать Шахлу Алиханову. Так, интернет работает. 3 kun o'zida sun'iy intellekt bilan rasm va videolar qilishni amalda o'rganib, $1000 daromad topish sirini bizni Shvetsiyadan ekspertda onlayn ochiq darsimizda o'rgatamiz. Ochiq darsda qatnashib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, 3 kunda mustaqil AI dan foydalanishi va bu orqali qanaqa daromad topish yo'lini bilib olasiz. Ochiq darsda qatnashish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib, Telegram kanaliga qo'shilib oling. Так, 3 kun o'zida sun'iy intellekt тут вам показывают мало показов. Они начали 17 января. Платформа 4. Так. Так, мало активно. 16 января. Sarlavhalar bepul qanday qilib sun'iy intellekt daromad topish mumkin? 22, 23, 24. Mana anaqa qilamiz. Diskni yaqinlab qo'yamiz. Sarlavhalarni для анализа. Так, теперь показ 100-dan kam. Informatsiya об объявлении. Bu ham shu gaplarni yozib qo'yibdilar. Shahlo Alixanova. У них уже 105 тысяч подписчиков. Так, регистрация jo'natibdilar. Mana sayt. Мальчик моей Мухатер, Shvetsiyadan ekspert. Darsda qatnash bepul. Тут, кстати, время yozilgan. Bepul darsda siz mahsulot, qaysi qachon? Aha. Так. 1000 plus deb oyiga 2 kun. Так, bu yerda 3 kunning ichida Так, bu yerda 3 kun deb yozilgan, lekin bu yerda 2 kun deb yozilgan. Походу, забыли изменить. Darsda qatnashishni bosadigan bo'lsak, Кстати, сайт зависает жестко. Так, botta bilan ochiq dars. Analiz konkurentlik qo'shib qo'ydik. Migration tanlagan bo'lishi kerak. 17 тысяч. Кстати, у них просмотров больше, чем у этого AI. Да, у него 16 тысяч, здесь у него 1400, 7 тысяч, почти одинаково. Хоп, дальше анализируем. Сайт. Кстати, 3 kunlik bo'lib ketgan. Xo'p, несмотря на это, yaxshi ketyapti. Endi bibliotekada dальше qolganlarni analiz qilamiz. Shahlo Alixanova. Bundan oldingi ochiq dars qatnashchilarimiz darsi birinchi kunning o'zidayoq ular sun'iy intellektdan rasmlar qilishni o'rganib olishgan va 2 haftadan keyin o'zlarini birinchi mijozlardan zakaz olishgan. Siz ham sun'iy intellekt yordamida bunaqa vizuallarni qila olasiz va bu narsani biz Shvetsiyadan AI ekspertlar o'zimizni 3 kunlik onlayn bepul darsimizda o'rgatamiz. Darsimizga kirib, bizning orqamizdan qadamma-qadam qaytarib qiladigan bo'lsangiz, 3 kunning o'zida siz o'zingiz AI yordamida mustaqil rasmlar qila oladigan bo'lasiz. Darsga bepul qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib Telegram kanaliga qo'shilib oling. Bundan oldingi ochiq dars qatnashchilarimiz dars Men buni o'rganish uchun yillar vaqtimni sarfladim. Endi xohlagan odam bitta prompt bilan qila oladimi? Mani kameram endi chang yig'ib yotibdi. Chunki sun'iy intellekt bitta prompt bilan rasmlar va videolarni tezroq qolyapti. Endi meni ishimni hech kimga keragi yo'q.
Sun'iy intellekt mendan ham yaxshiroq musiqa qila olyapti. Yana arzonroq ham. bilan tezroq kontent qilishyapti. Men kompaniyalarga logo va veb-saytlar qilib beraman. Endi bitta programma meni o'rnimga qilyapti. Ajoyib kelajakka kelib qoldi-ya. Men buni Так, тут. Вот прям сюда. Везде ведут на один и тот же сайт. Самое интересное, у них нету UTM вообще. Они вообще не отслеживают. Так, следующий. 2026-yil O'zbekistonda sun'iy intellekt bilan 5 xil yo'lda daromad topishingiz mumkin. Buni qanday qilishni biz Shvetsiyadan e-ekspertlar o'zimizni onlayn ochiq darsimizda qadamma-qadam ko'rsatamiz. Onlayn darsda bepul qatnashish uchun pastdagi tugmani bosib, saytdan ro'yxatdan o'tib, maxsus Telegram kanaliga qo'shilib oling. Siz 2026-yil O'zbekistonda Так, bo'tda nimaga jo'natyaptilar? Saytgami? Da, o'sha sayt shu. Так. Bu haqiqiy odamlar emas, bu AI. Aniq AI. Hozir ko'pchilikning qilgan rasmlari AIda qilingani bilinadi. Yuzlari plastik, yaltiroq, emotsiyasi yo'q. Buni hamma qila oladi. Lekin bunaqa realistik, terlari tabiiy va o'zlari ham haqiqiy odamga o'xshaydigan modellarni hamma ham qila olmaydi. Bu tabiiy ko'rinish uchun bizneslar katta pul to'lashga tayyor. Agar siz ham shunaqa realistik kontent qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kunlik bepul onlayn ochiq darsimizga qo'shiling. Shunda orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Bu Yana bir krivo, ammo yana Bu sun'iy intellekt biznesingizni $1000 xarajatdan saqlab qoladi. Endi siz model va studiyaga pul sarflamasdan sun'iy intellektga kiyimni, modelni va lokatsiyani rasmlarini yuklasangiz, o'sha lokatsiyada modelga kiyimingizni kiydirib rasm va videolar qilib beradi. Biz Shvetsiyadan AI ekspertlar buni qanaqa qilishni 3 kun davomida bepul onlayn ochiq darsimizda o'rgatamiz. Agar sizga buni o'rganish qiziq bo'lsa, onlayn darsimizga qatnashib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, darsimizning 3-kunidayoq mustaqil o'zingiz AI bilan realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Onlayn praktikum darsiga bepul qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosib, hoziroq maxsus Так, tepadagi reklama videosini meni o'quvchim sun'iy intellekt yordamida tayyorlab, bitta shu videosi uchun $50 daromad topdi. Agar siz ham sun'iy intellekt bilan daromad topishni xohlasangiz, bizni Shvetsiyadan AI ekspertlarni 3 kunlik bepul onlayn darsimizga qo'shiling va AI bilan kontent qilishni orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, rasm va videolar qilishni o'rganib oling. Onlayn praktikaga bepul qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'tib, Telegram kanaliga qo'shilib oling. Tepadagi Bu rasmlarni o'quvchimiz Sulaymon sun'iy intellekt yordamida tayyorlagan. Angliyadagi o'quvchimiz Sulaymon bitta dona rasmdan Amerikadagi mijozi uchun mahsulot katalogini sun'iy intellekt yordamida tayyorlab berdi. Shunaqa rasmlarni qanaqa qilishni biz Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kunlik bepul onlayn ochiq darsimizda o'rgatmoqchimiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, onlayn darsga kirib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, darsimizning 3-kundayoq AI bilan realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Onlayn darsga qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting. Bu так, в общем, qancha bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Mani sun'iy intellekt avatarim, mani o'rnimga blogimni yurg'izib, menga $2000 daromad topib keldi. Hozirgi kunda siz blog yurg'izish uchun yuzingizni ko'rsatmasdan ham AI avatarlar orqali blog yuritib daromad topishingiz mumkin. Agar siz ham sun'iy intellekt yordamida daromad topib keluvchi kontentlar qilishga qiziqsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar o'zimizni 3 kunlik bepul onlayn darsimizni qilamiz. Darsga qo'shilib, siz ham bizning orqamizdan qadamma-qadam qaytarib qiladigan bo'lsangiz, 3 kun ichida AI bilan realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Darsga qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib, Telegram kanaliga qo'shilib odamlarga ham hayronsan. Mani kim Instagramda ko'rsa haqiqiy odam deb o'ylaydi. Lekin men kiyimlarni reklama qiluvchi sun'iy intellektman. Agar siz ham sun'iy intellektlarga kiyimlarni kiydirib video qilishni o'rganishni xohlasangiz, pastdagi tugmani bosib, onlayn amaliyot uchun ro'yxatdan o'ting. Odamlarga ham hayronsan. Mani nimaga? Menda hammasi yaxshi-ku. Uydan chiqmasangiz, ishga bormasangiz, qanaqa qilib pul topib yashayapsiz? Hozir pul topish uchun ko'chaga chiqish shart emas. Uyda onlayn sun'iy intellekt bilan daromad qilish mumkin-ku. Siz sun'iy intellekt bilan pul topyapsizmi? Nimalar qilyapsiz? Ha, men sun'iy intellekt bilan pul topyapman.
kiyim sotuvchi bizneslarga video reklama, ashulachilarga kliplar qilib berib pul topyapman. Zo'r-ku. Qayerdan o'rgandingiz? Shvetsiyada yashaydigan sun'iy intellekt eksperti Shahlo opa va turmush o'rtoqlaridan. Yaxshi o'rgatishadimi? Singlimga ham o'rgatisharmikan? Yaqinda 3 kunlik bepul ochiq dars qilishyapti. Agar singlingizga qiziq bo'lsa, pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib kirib ko'rsinlar. Men biznesimga bor yo'g'imni sarfladim. Endi boshqalar sun'iy intellekt bilan mijozlarimni oson jalb qila olishaveradimi? Sun'iy intellekt baribir sun'iyda deb o'rganmasdan yurgan ekan. Hozir uni bilmaganimga ishga ham olishmayapti. Nargiza, ertadan ishga chiqmasangiz ham bo'laveradi. Chunki sizni o'rningizga sun'iy intellekt bilan ishlay oladigan yangi ishchi oldik. Nimaga sun'iy intellektni o'rganmadimmi? Boshqalar uni ishlatib blogidan daromad topishyapti. Men-chi, hali ham blog boshlolmay yuribman. Siz ham ularning holatiga tushib qolmaslik uchun pastdagi tugmani bosib, bepul sun'iy intellekt darsiga qo'shilib oling. Men biznesimga Mana biz Shvetsiyadan AI ekspertlar sun'iy intellekt bo'yicha kontent qilish bo'yicha xalqaro 3 kunlik seminarga Dubayga keldik. 3 kun davomida biz bu yerda sun'iy intellekt bo'yicha top AI ekspertlardan yangi bilimlar olib, networking qilib, tajriba almashib, yangi bilimlar bilan O'zbekistonga qaytamiz. Ko'pchilikka manfaatli bo'lish uchun sun'iy intellekt bo'yicha biz bepul ochiq dars uyushtiryapmiz. Ochiq darsimizda biz sun'iy intellekt bilan rasm va video qilishni amalda o'rgatamiz. Orqamizdan qadam-qadam qaytarib rasm va video qilishlarni to'liq o'rganib olasizlar va bu rasm va videolar orqali qanaqa qilib $1000 topishinglar mumkin. Shuni strategiyasini biz sizlarga beramiz. Ochiq darsda qatnashish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib, Telegram kanaliga Agar siz onlayn kiyim savdosi bilan shug'ullansangiz va tepadagi videolardagi videolar va rasmlar qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Biz Shvetsiyada AI ekspertlar 3 kun davomida bepulga onlayn shunaqa AI modellar tayyorlab, ularga kiyimlar kiydirib, qilishib qadam mumkin. Qo'shilib olish uchun pastdagi tugma Biz Shvetsiyada AI ekspertlar sun'iy intellektni vaqtli o'rganganimiz uchun AI orqali 100 milliondan ko'p daromad topdik. Bir yildan keyin hamma sun'iy intellektni ishlatishni boshlaydi. Eng muhim savol: siz birinchilardan o'rganib, raqobatdan oldinda bo'lasizmi yoki orqada qolasizmi? Shuning uchun biz sun'iy intellekt bilan realistik kontentlarni qilishni 3 kun davomida bepulga onlayn ochiq darsimizda ko'rsatmoqchimiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, darsga qatnashib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, 3-kunning o'zidayoq sun'iy intellekt bilan mustaqil kontent qilishni Agar siz SMM mutaxassis bo'lsangiz va sun'iy intellektlar bilan shunaqa kontent qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar sizga buni 3 kun davomida bepulga onlayn o'rgatmoqchimiz. Onlayn darsimizga qo'shilib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, AI bilan kontent qilishni 3 kunda o'rganib olasiz. Joylar band bo'lmasdan, pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting. Agar siz Bu mahsulot kartochkalarini sun'iy intellekt kursimiz o'quvchisi tayyorlab, kurs davomida 2 ta proyekt olib $600 daromad topdi. Hozirgi kunda internetingiz va telefoningiz bo'lsa, sun'iy intellekt bilan oson daromad topishingiz mumkin. Agar siz ham sun'iy intellekt bilan daromad topishga qiziqsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlarni 3 kunlik bepul onlayn ochiq darsimizga qo'shiling. Onlayn darsda siz AI bilan rasm va videolar qilishni orqamizdan qadamma-qadam qaytarib o'rganib olasiz. Onlayn darsimizga bepul Siz ko'rib turgan bu blogerlar haqiqiy odamlar emas. Ular sun'iy intellektda qilingan AI avatarlar. Bu akkaunt egalari o'zlarini blogida yuzini ko'rsatmasdan, shu AI avatarlarni gapirtirgan holda blog yuritib, oyiga $5000 dan ko'p daromad topishadi. Buni qilish qiyin emas. Buni qilib siz ham daromadga chiqa olasiz. Faqat sun'iy intellektlarni to'g'ri ishlatishni bilishingiz kerak. Agar siz ham AI bilan video, vizuallar qilishga qiziqsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar sizni o'zimizning 3 kunlik bepul onlayn praktikamizga taklif qilamiz. 3 kun ichida siz AIlarni to'g'ri ishlatishni va o'zingizning yo'nalishingizga to'g'ri moslashlarni o'rganib olasiz. Praktikumga bepul qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxat Siz ko'rib turgan bu akkaunt egasi o'zini yuzini ko'rsatmasdan sun'iy intellekt yordamida bloger tayyorlab daromad topadi. Bu AI bloger haqiqiy odamga o'xshab gapirib, brendlarning mahsulotlarini o'zini blogida reklama qilib, shu orqali daromad topadi. Bunaqa AI avatarlarni siz ham 1 soatda yasab blog boshlashingiz mumkin. Biz Shvetsiyadan AI ekspertlar sun'iy intellekt biza kursda kontent qilishni o'rganib olasiz. Bu haqiqiy odamlar emas, bu AI. Aniq AI. Ko'pchilik AI ni to'g'ri ishlatadi. Hozir sizga o'zimning sistemamni beraman. Men vizuallar uchun ChatGPT ni ishlataman, realistik rasmlar uchun Midjourney'ni.
AI siri o'zi nimada? Albatta to'g'ri prompt berishdi. Promptingizni yozayotganingizda AI qanaqa rasm yarashni emas, siz nimani ko'rmoqchiligingizni yozing. Shunda rasmlaringiz AI dan qilingan emas, demak studiyada olingan haqiqiy rasmga o'xshaydi. Agar siz ham shunaqa realistik kontent qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kunlik bepul onlayn ochiq darsimizga qo'shiling. Shunda orqamizdan qadam-qadam qaytarib, realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Bu haqiqiy Odamlarga ham hayronsan. Mani kim Instagramda ko'rsa haqiqiy odam deb o'ylaydi. Axir men mavjud odam emasman, men sun'iy intellekt bilan tayyorlanganman-ku. Eng qizig'i, yuzini ko'rsatmasdan blog yuritmoqchi bo'lganlar mendek haqiqiy odamga o'xshagan avatar tayyorlab, endi daromad topishlari osonlashdi. Siz ham sun'iy intellekt bilan rasm va videolar qilishni bepulga o'rganishni xohlasangiz, pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting. Odamlarga ham hayronsan. Endi siz sun'iy intellekt bilan oyiga qo'shimcha $1000 daromad topishingiz mumkin. Buning uchun bizneslarga mahsulotlarni sotuvini oshiruvchi shunaqa reklama videolarini qilib bersangiz, sizga buning uchun yaxshigina pul to'lashadi. Agar siz ham shunaqa realistik rasm va videolarni qanaqa qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biza Shvetsiyadan AI ekspertlarni 3 kunlik bepul onlayn ochiq darsimizga qo'shiling. Onlayn darsda sun'iy intellektni ishlatishni orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, darsimizning 3-kundayoq mustaqil AI bilan realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Onlayn dars siz raqobatdoshlaringizdan orqadasiz. Agar o'zingizda biznesingizda sun'iy intellektdan foydalanmayotgan bo'lsangiz, chunki hozir raqobatdoshlaringiz sun'iy intellektlarga kiyimlarini va model rasmlarini yuklab, e'tiborni tortuvchi rasm va videolarni atigi 1 soatda va ko'p kontent qilishyapti. Shuning uchun ularning savdosi ham, prosmotri ham ancha baland. Agar siz ham sun'iy intellekt bilan buni qanaqa qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kunlik bepul onlayn ochiq praktikum dars beramiz. Onlayn darsga kirib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, darsimizning 3-kunidayoq AI bilan realistik kontent qilishni o'rganib olasiz. Praktikumga qo'shilish uchun pastdagi havola orqali ro'yxatni o'tib, nimaga sun'iy intellektga qiziqqan odamlar bizani 3 kunlik onlayn praktikamizga qatnashishlari kerak? Ikkita sababini beraman. Birinchisi, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar tepada ko'rib turgan realistik rasmlarni qanaqa qilishni ko'rsatamiz. Qadamma-qadam orqamizdan qaytarib o'rganib olishlari mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, AI yordamida daromad qilishni 5 xil yo'lni ko'rsatamiz. Hamma o'ziga ma'qulini tanlab daromadga chiqishlari mumkin bo'ladi. Agar siz ham bizani 3 kunlik onlayn bepul praktikumda qatnashishni xohlasangiz, pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib, Telegram kanaliga nimaga sun'iy intellektni o'rganib, daromad topmoqchi bo'lganlar bizani 3 kunlik onlayn ochiq darsimizda qatnashishlari kerak. Men bunga 3 ta sabab beraman. Birinchisi, biz sun'iy intellektdan foydalanishni amalda o'rgatamiz. Ya'ni sun'iy intellektlar bilan rasm va videolar qilishni qadamma-qadam orqamizdan qaytarib o'rganib olishlari mumkin. Ikkinchisi, bu bilim orqali rasm va video qilish orqali qanaqa qilib $1000 daromad topish mumkin. Shuni strategiyasini beramiz. Uchinchisi, biz sun'iy intellektni Shvetsiyada o'rganganmiz, xalqaro ekspertlardan o'rganganmiz. Va hozirgi paytda mana Dubayda ham hozir dunyodagi eng katta kreatorlarning sammitida, seminarida o'tirib, sun'iy intellekt va content creation bo'yicha o'zimiz bilimlarimizni oshiryapmiz. Ochiq darsda bepul qatnashish uchun pastdagi tugmani bosib ro'yxat. Bu sun'iy intellekt sizni kiyim savdoyingizni 3 martaga oshiradi. Buning uchun siz kiyim, model va lokatsiyaning rasmlarini AI ga yuklaysiz va AI sizga o'sha lokatsiyada modelga kiyimingizni kiydirib, rasm va videolar qilib beradi. Shunda siz Instagramingizga ko'proq e'tiborni tortuvchi kontent joylab, ko'proq obunachi va potensial mijozlarni jalb qilasiz. Buni qanaqa qilishni bizni Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kun davomida agar siz sun'iy intellekt bilan tepadagi rasm va videolarga o'xshagan kontentlarni qilishni bizni Shvetsiyadan AI ekspertlardan o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz sizni 3 kunlik bepul onlayn ochiq darsimizga taklif qilamiz. Darsga qo'shilib, sun'iy intellektni amalda o'rganasiz. Nimaga onlayn mahsulot sotuvchilar sun'iy intellektni o'rganishi kerak? Chunki sun'iy intellekt bilan har qanaqa mahsulotni shunaqa chiroyli rasm va videolarga aylantirish mumkin. Va bunday rasm va videolar mijozning e'tiborini tortib, savdoni oshiradi. Agar siz ham shunaqa kontentlarni sun'iy intellekt yordamida qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlarni 3 kunlik onlayn bepul darsimizga qo'shilishingiz mumkin. Darsda orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, dars 3-kundayoq AI bilan kontent qilishni o'rganib olasiz. Onlayn darsda qatnashish uchun pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting. Tepada ko'rib turgan videolarni biz sun'iy intellekt yordamida qilganmiz va sizga ham buni qanaqa qilishni 3 kun davomida bepul onlayn o'rgatmoqchimiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, darsimizga qo'shilib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, AI bilan rasm va videolar qilishni o'rganib olishingiz. O'zbekistonda sun'iy intellekt bilan daromad topishning eng oson yo'li kiyim bizneslari
3 kun ichida sun'iy intellekt bilan tepada ko'rib turganinglardagi kontentlarni qanaqa yaratishni sizga qadamma-qadam o'zimizni bepul ochiq darsimizda o'rgatmoqchimiz. Endi bu sun'iy intellekt bilan hijob ro'mollarini AI modelga kiydirib, shunaqa rasm va videolar qilishingiz mumkin. Shunda siz model va studiyaga pul sarflamasdan reklamli rasm va videolar qilib, savdoyingizni oshirishingiz mumkin. Buni qanaqa qilishni bizni Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kun davomida bepul onlayn praktikum darsimizda o'rgatamiz. Siz SMM mutaxassissiz, lekin 1 yildan keyin ishingizni yo'qotasiz. Agar sun'iy intellekt bilan shunaqa kontentni qilishni bilmasangiz. Biz Shvetsiyada AI ekspertlar sun'iy intellekt bilan rasm va videolar qilishni 3 kun davomida bepulga onlayn darsimizda o'rgatmoqchimiz. Siz ham darsimizga qo'shilib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, 3 kunda AI bilan kontent qilishni o'rganib olishingiz mumkin. Bu rasmlarni siz ham 10 daqiqada qilishingiz mumkin edi. Lekin siz sun'iy intellektni ishlatmayotganingiz uchun haliyam eski usulda ishlayapsiz. Bu rasmlarni mani o'quvchilarim AIda tayyorlashgan. Hech qanaqa kamera yo'q, model yo'q, faqat AI o'zida. Agar siz ham mahsulotingizni oddiy rasmlarini sun'iy intellekt bilan o'zgartirishni o'rganishni xohlasangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar 3 kunlik bepul AI ochiq dars qilamiz. Darsga kirib, orqamizdan qadamma-qadam qaytarib, darsimizni 3-kunidayoq mustaqil o'zingiz AI bilan realist. Bu akkaunt egasi o'zini blogida yuzini ko'rsatmasdan sun'iy intellekt yordamida kiyimlar uchun e'tiborni tortuvchi videolar qilib daromad topadi. Bu videolarni boshqa brendlar ko'rgandan keyin o'zlarining mahsulotlari uchun ham shunaqa videolar qilib berishini so'rab zakaz berishadi. Endi siz ham yuzingizni ko'rsatmasdan sun'iy intellekt yordamida shunaqa e'tiborni tortuvchi videolar qilib ham daromad topishingiz mumkin. Agar siz ham shunaqa videolar qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz Shvetsiyadan AI ekspertlar o'zimizni 3 kunlik onlayn praktikumimizni qilamiz. Praktikumda qatnashib, siz ham orqamizdan qadamma-qadam Так, на этом все. Так, nechta shunda kreativ ishlatayotgan ekan ular. Bir, ikki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30'ga yaqin kreativlar. О, хорошо.